Obunachilar, to'rtta yutib, ikkita o'ldirgan xolos. Yo'qsa. Obunachilar, boyliklarim. Koreyskiy xorozlarning tozasi barabar toza bo'lar ekan. Mendagi shaxsan 4 tani yutib, mana hozir qoqqillab yuribman. Bunaqa qilib qo'yaverib, boqqaningizda gashti barabar boshqacha. Tomosha qilib, mana bu havoda nafasingiz, toza havoda nafas olsanglar, obunachilar qaranglar. Mazza narsalar qo'yaverib, toza narsa qo'yaverib boqsangiz, kayfi barabar boshqacha ekan. Assalomu alaykum. Mana hurmatli obunachilarim, yaxshimisizlar? Joninglar sog'mi? Charchamay yuribsizlarmi? Boringlarga shukr. Sizlardaqa insonlar o'zi kam topiladi. Chunki yaxshi insonsizlar. Bizni ko'rayotgan ko'zinglar hech ham dard ko'rmasin. Sababi ko'zinglarga ilgan odamni dardi bo'lsa, bu video tugul, xo'roz tugul boshqa narsa ham yoqmaydi. Shuning uchun joninglar sog' bo'laversin. Keyin oldingi videomizda anchalik ko'p kishi juda qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib va kommentariyada o'z fikrlarini qoldirishibdi. Sizlarning albatta fikringizni qoldiringlar deb umid qilib qolaman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, men juda ham xursand bo'lardim obunachilar. Hozir Yaxshilik sari kanalimizda ozgina ikkita narusheniya tushib qolganligi sababli hozir boshqa o'zimizni eski kanalimizni yuritishga qaror qildik. Xudo xolasa uchun sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar, kommentariyada fikr qoldirib, bittadan like bosib qo'yishinglar zarur bo'ladi obunachilar. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib turinglar. Hozir endi sizlarga ko'rsatadiganlarim obunachilar mana bu nemis zotlar. Bu obunachilar nemis zotlaridan bu ustozdan olingan zot mana. Endi yaqinroqdan ko'rsataman hozir sizlarga. Mana. Bu haligi uchala nimasi chiqqanlar obunachilar. Bu xudo xolasa sog'lom. Issiq joyda mana katani ko'rsatib bo'lmaydi, buni ko'rsatardim. Sog'lom xudo xolasa, bag'da ikkitasi bor. Bunisi emas, lekin nerginisi ana o'sh tomonda turgani bitta kattasi tuxum qildi obunachilar. Mana mashinasi o'sha ag'da turgani tuxum qildi. Yaqinroqdan ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Mana ikkitalari kelishdi mana. Obunachilar. Mana ikkitalari. Obshi mana 3 talari. Mashina endi sotiladi agar mabodo haqiqiy nemis zotdan boqaman deydiganlar bo'lsa, murojaat qilishinglar mumkin. Sog'lom o'sha tomonda turgani, o'shinisi tuxum qildi. Xo'roz yo'q, xo'roz bor, endi u bosdimi yo'qmi, o'zi tengqur bilmadim, lekin tuxum qildi hurmatli obunachilar. Shundan xursand bo'ling. Agar o'sha nemislardan olib tuxumini 50 ming, 100 mingdan sotaman deydiganlar uchun sotiladigan 100 talik nemis zotlaridan obunachilar. Endi energiyalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Undan ham ko'rib, albatta baho berib, fikr kommentariyada qoldirasizlar. Bu nemis zot, anosi bu ham nemis. Nemis deyman, Vietnam demoqchi bo'ldim. Mana shuni oling, uni oling. Bunisi Vietnam. Obunachilar mana xo'rozlar cho'ja, no'xatda ham chiqqani yo'q obunachilar. Bu o'zini hamtanasini gavdasi bir xil, lekin bo'yi jichcha pastroq edi. Urib o'ldirib qo'yay dedi. Shu bilan keyin hali qilmadim. Billa qo'ymadik, olib qo'ydik. Sababi urib o'ldirib qo'yay deyshi u. Bitta narsasiga qo'l qolmadi obunachilar. Biroz shirigi qochmadi. Tana yoshi kichkina edi ozgina. Endi tuxumda birinchi bu chiqqan bo'lsa, ikkinchi u chiqqan. Bo'yiga jichcha farq qilardi, lekin vesi bir xil edi. 5 kilolik bo'ladi hozir. Hurmatli obunachilar, mana mashhur o'zim 3,5 kilo, 4 kilo vesda 4 tani, ikkitasini o'ldirib yutdi. 2 tani qochirib yubordi. O'sha ikkinchi raundda qochirdi. Mashhur o'zim, haqiqiy toza koreyskiy. Videoda kichkina ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin o'ta zo'r. Mana endi ko'rib turibsizlar, bu Ganoy. Mana tumshu ko'zi, oyoqlari to'la qora. Toza Ganoy. Donni berib oling. Mashhur obunachilar. Bir tula bo'ldi xudo xolasa. Yaqinda nimada urushda itlar nima qilib ketgandan keyin Sixay deydi. Hozir mana Sixayga keldi xudo xolasa. O'ta bajarib bo'ldi endi xudo xolasa obunachilar. O'ta zo'r. Mana endi hozir tingini Baş tingi chiqmadi o'zi bizda, endi Namanganda obunachilar. O'zini boquvchilar mahallamizda bor.
o'shalar endi ertaga o'yin, o'shanga bir xo'rozingizga ko'rib olaylik deb ozgina asabga tegishuvdi. Naqrozni qo'ydik. Qo'yganimizdan keyin o'sha ertaga jang qiladigan xo'rozni qochiryapti bo'lasizlar. Endi xudo xolasa Ganoga qo'shganman buni. Endi tuxumini olsak, bundan bola olsak bo'lasi zo'r chiqadi degan umiddamiz. Hop, obunachilar, shundoq ekan, xudo xolasa qo'llab-quvvatlashda davom etib turinglar. Inshaalloh xudo xolasa zo'r narsalarni ko'rsatishda davom bo'lamiz va qolaversa nariga yaxshilik sari kanalimizda ozgina bir 2 marta narusheniya tushib qolib, diqqatimiz yomon oshadi. Shuning uchun sizlarning yordaminglar обязательно kerak. Like bosib, kommentar fikr qoldirib, xo'roz ishbozlarga jo'natib tursanglar, men juda xursand bo'lardim. Obunachilar, xo'rozga nima deysizlar? Mana vaqt xo'roz. Almash turishi 3 kilo 700 chiqdi. Yaqinda Sixadan chiqdi obunachilar. Yana bitta narsani aytib o'tish kerakki, Sixada bo'lgan xo'roz isitmasi chiqib turar ekan, shu momentda isitmasi bo'lar ekan. O'shaning uchun urishtirishni tavsiya bermayman. Sababi yangi Sixa chiqib kelayotgan paytida isitmada turar ekan. Yangi pat chiqayotgan paytda. Shuning uchun iloji boricha Sixa paytida urishtirmaylar. Hop, hurmatli obunachilarga shukr. Qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Men shundan xursand bo'lardim. Joninglar sog' bo'lsin. Bizni ko'rayotgan shu ko'zingizda hech ham dard ko'rmasin. Shu yergacha ko'ribsizlar, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Bor bo'linglar.